Sizlar bilan Baxtiyorov. Bugungi videoda biz imperiya quramiz nomer 2. Qanunda ketdik. Creative World. Yomon zo'r joyga chiqibmiz-ku. Onaqa ketdik. Kattagina imperiya quramiz. Bu imperiya ko'p qismli bo'ladi albatta. Shakar qamish olaylik-da, imperiyamizga kerak bo'ladi. Xarita yasash mumkin bunda. Keyingi navbatda bizga taxtda Kirka. Bizga 4 stak tosh kerak. 4 stak. Mana tugadi. Endi toshli narsalar yasa olamiz. Bunisi bu yoqqa. Bunisi bu yoqqa. Bu yoqqa. Keyingisi bu yoqqa. Keyingisi bu yoqqa. Bunisi bu yoqqa. Shatni olamiz. Endi tepaga chiqib turib, shatda narsalar yasa olamiz. Yog'ochlab olamiz. Mana to'xtab turamiz hozir. 3-4 taraf olay, keyin boshlayman. Mana bittasi. Endi ikkinchisi. Endi bunday boramiz-da. Biz belgi bildirib ketishimiz kerak. Maydan chiqdik o'zi. Bunday qilamiz. Bo'ldi. Mana. Bu yerda bitirdim. Spam bo'ldi. Keyin mana sheriklar qaytadan yana bo'lsa agar, mana ixtarmayman. Kelaveradi. Yomon katta daraxt ekan shu. Bo'ldi.
Ketdik. To'xtanglar, zombi onam. Uch ekanmi? Birga qo'yamiz hozir. Hozir bizga mollar o'ldirish kerak. Chaq suvdan. Endigi navbat bizga yaxshigina chiroyli joy topishimiz kerak. Baytlar ham o'zi o'lib yotibdi ekan. Bo'ldi, mashqa qilaveramiz. Birinchi navbatda narsalarimizni joylab olamiz. Yo'qqa sandiq, pechka, sandiq. ikkita hammasi. Endigi navbat labada. Mana tekkiza olib keyin qo'yaman videoni. Mana do'stlar, hozir qilyapmiz. Yer tekizlab chiqyapmiz. Hozir ikkita lapat ketdi, mashinchilar oldim. Yana bitta yasamiz. Kanalda ketdi, yana to'xtatamiz. Bo'lmasa vaqt video cho'zilib ketadi. Mana yana ketyapmiz. Xullas bolalar, birinchi kunni ham o'tkazib oldik. Nima qilib bo'lsa ham quyosh chiqishini tomosha qilamiz do'stlar, o'tirib olamiz. Qanday chiroyli manzara. 8-minut. Bo'ldi, ketdik ishga. Tugadi mana bunisi ham. Chiqarmaysan. Mana shuncha bo'ldi. Tugadi mana. Endi aybga bermaysizlar, keyingi qismlarda tekizlashdan bas boshqa uylar imperiya quraveramiz keyingi qismlarda. Lekin bu qismda mana shunday qilishimiz. Uy ham qurishimiz mumkin, lekin hali vaqt ko'p. Xullas, mana shuncha bo'ldi yana. Bu ikkinchi kunga qorong'u tushyapti. Mana shuncha narsa joyini oldik. Bugun bu qismda, keyingi qismlarda ko'rishguncha, keyingi qism albatta ertaga chiqadi. Shuning uchun like va obuna bosib qo'ying. Ertaga chiqadi yoki indinga chiqadi. Hammaga xayr.